Bugun dunyoni boshqarayotgan texnologiyalarning ildizi bir o'zbek olimidan boshlanganini bilarmidingiz? Bu inson Muhammad al-Xorazmiy. 9-asrda yashagan, lekin butun 21-asrga yo'l ochgan dahosi. U birinchi bo'lib algoritm asosini yaratgan. Bugun AI ishlashi ham shu tamoyilga tayanadi. Uning aljabr asari bugungi algebra fanining tug'ilishidir. Xorazmiy matematika tarixida eng katta o'zgarishni kiritdi. 0 raqamidan foydalanish. Bu bitta raqam tufayli banklar, kompyuterlar, sun'iy intellektlar hammasi ishlay boshladi. Har safar yo'l topsangiz, pul o'tkazsangiz yoki sun'iy intellekt sizga javob bersa, Xorazmiyning g'oyalari ishlayapti. Bir olim, bir g'oya va butun insoniyatning kelajagi o'zgardi.